Savol: Ash'ariylar va sufiylarning bid'ati hasana, ya'ni yaxshi bid'at haqidagi bir qancha maqolalarni o'qib chiqdim. Ular bunga dalil sifatida sahoba rukudan boshini ko'tarib Robbana va lakal hamd hamdan katiran tayyiban mubarakan fih deganini va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning buni ma'qullaganini keltiradilar. Shuningdek, Ibn Hajar bid'ati hasana bor degan fikrni qo'llab-quvvatlaganini va Ibn Taymiyani boshqalarni zalolatga yetaklovchi kishi deb ta'riflaganini aytishadi. Bu masalaga qanday izoh berasiz? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Birinchidan, qanday qilib bid'atning yaxshisi bo'lishi mumkin? Holbuki payg'ambar sallallohu alayhi va sallam kullu bid'atin dalala va kullu dalalatin finnar. Har bir bid'at zalolatdir. Har bir zalolat esa do'zaxdadir deb aytganlar. Agar bu so'zdan keyin kimdir yaxshi bid'at bor desa, bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga qarshi chiqishdan boshqa narsa emas. Ikkinchidan, rukudan ko'tarilgandan keyin hamd aytish payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan sobit bo'lgan zikrlardan biridir. Sahoba esa shunchaki hamdning bir turini aytdi. Qanday qilib bu holatni shariatda hech qanday asosi bo'lmagan ibodat va zikrlarni o'ylab topishga dalil qilish mumkin? Uchinchidan, sahobaning bu amali o'z-o'zicha dalil bo'la olmaydi. Bu amal payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning tasdiqlaridan keyin shar'iy deb qabul qilindi. Agar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu ishni tasdiqlamaganlarida edi, u holda shar'iy bo'lmasdi. Shunday ekan, bid'atchilar bugungi davrda payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning tasdig'iga qanday qilib erisha olishadi? To'rtinchidan, agar ular keltirgan dalil to'g'ri bo'lganida ham, bu faqat xos bir voqea sifatida qabul qilinib, umumiy hukmga ega bo'lmasdi. Biroq har bir bid'at zalolatdir hadisi umumiy va qat'iy ma'noga egadir. Ulamolar orasida ma'lumki, mantuq mafhumdan ustun turadi. Ya'ni, ochiq bayon qilingan matn siyoqdan tushuniladigan tushunchadan ustun turadi. Har bir bid'at zalolatdir hadisi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan sobit bo'lgan ochiq bayon qilingan matndir. Ammo bid'at ahli dalil qilayotgan sahobaning amali ularning siyoqdan tushunadigan tushunchasi xolos. 5-dan, Qur'on va sunnat bo'lmasa, aqlimiz bilan o'zimizcha yaxshini yomondan qanday ajratamiz? Axir fikrlar farq qilishi ehtimoli bor-ku. Kimdir yaxshi deb bilgan narsani boshqasi yomon deb bilishi mumkin. Xo'sh, mezon nima? Kimning aqliga suyanamiz va kimning hukmiga amal qilamiz? Bu chalkashlik va betartiblikdan boshqa narsa emas. 6-dan, bu 3-nuqtani tasdiqlaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam biror sahobani qilgan ibodatini yoki aytgan zikrini tasdiqlagan bo'lsalar, bu amal payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning tasdig'i bilan shariatga mos bo'ladi va yaxshi amal, sunnah hasana deb hisoblanadi. Biroq payg'ambar sallallohu alayhi va sallam vafot etganlaridan keyin vahiy uzilganidan so'ng kimdir topgan zikr yoki ibodatni to'g'riligi va shariatga mosligini qanday bilamiz? Bu imkonsiz. Shuning uchun hozirgi kunda ibodat masalalarida faqat shariatda kelgan narsalargagina cheklanishimiz lozim. Imom Ibn Hajar haqida gapiradigan bo'lsak, u kishi Fathul Bori kitobida Shayxul Islom Ibn Taymiyadan ko'p so'zlarni naql qilgan va ba'zilarini ma'qullagan, ba'zilariga esa e'tiroz bildirgan. Bu ulamolarning odatlaridir. Ular haqiqatga erishish va to'g'rilikka yetishish uchun bir-birlarining so'zlarini muhokama qilishadi. Haq gohida e'tiroz bildiruvchi tarafda bo'lsa, gohida e'tiroz bildirilayotgan tarafda bo'lishi mumkin. Ammo savolda keltirilgan yomon iboraga kelsak, Ibn Hajarning odobi, taqvosi va ilmli kishilarga bo'lgan hurmatini bilganimiz holda, bu gapning asossiz ekaniga iymonimiz komil. Alloh barchamizni mag'firat qilsin va ularning ijtihodlari va ilmga bo'lgan e'tiborlari uchun mukofotlasin. Ma'lumot uchun, bid'at ahlining savolda kelgani kabi turli shubhalariga har bir bid'at zalolat risolasida batafsil javob berilgan. Kitobning elektron nusxasini saytimizning kitoblar bo'limidan yuklab olishingiz mumkin.